Xudo xohlasa bu kunlar bu yil 2025-2026 trend bo'ladi mana. Apreldagi bular. Xudo xohlasa 5 tadan qanotda oqi bor bularda, ola qanot. Kulda ola qanotlari emas, eslab qolinglar. Ola qanot kul deganda mana shu zotlar bo'ladi, xudo xohlasa mana. Hozir urushib ketgan ekan, ajratib olib keldim menga. Jonivor. Aprelda 20da chiqqan. Xudo xohlasa mana shu kullar. Mana shunisi ola qanot, qolganlari ola qanot emas. Tomli ko'k. Xudo xohlasa. Endi kim biladi, mana shu makiyami xo'rozmi bilinglarchi. Bilganlar yozib yuboringlarchi nima ekan, lekin men kichkinaligida ajratganman. Sizlar ham bilinglarchi, bir tajriba o'tkazinglarchi mana. Mana. Qora ko'z olma. O'sha urug'da ganoy bor buni. Urug'da ganoy bor. Bilinglarchi, mana shu kuldi makiyami xo'roz mana qaranglar. Mana. Ko'rpadinglar? Sizlarga ham bir tajriba, fikr almashtirish. Bilinglarchi? Tomoshoma, bilinglar.